Biz 15 yillik qadrdon do'stlar edik. Lekin hammasi mana shu voqeadan keyin o'zgarib ketdi. Kelinglar, yuklarni tushiraylik. Menga og'ir narsa berib qo'yibsizlar. O'sha yerdagi o'rtasini to'g'rilab. Salkam Shvetsariyadami? Zohir! Ha, Qo'yga telefoningni qarashmaysanmi? ha, hozir. Qarash. Sen ham qaramaysanmi? Voy, men nima qildim senga? Bolalar, men shundoq shaharga tushib chiqaman, 1 soatga ishim bor. Qaqa tushib chiqasan, o'zi endi keldik-ku. O'ta rohat tushguncha pista chaqamiz. Nima bu? Sardor pistalari bittasi tuzli, bittasi tuzsiz. Ollaring. Tuzlisi bor-ku, lekin meni har doim labim yorib tashlaydi, o'rtoq. Baraka topko'r. Bu oddiy tuz emas, dengiz tuzidan qilingan. Yo'q, Hajmini yapti ko'rlaring mana. Chaqib ko'r, donalari saralangan. Anon qara telefonda o'tiribdi yana. Ber bu yoqqa telefonni, jonga tegding-ku. Ber telefoningni. Ber telefoningni sanam. Nimaga? Mana, qara, o'zimnikini ham qo'yib qo'yganman. Xullas, 15 yildan beri bir-birimizni juda ham yaxshi taniymiz-da. Bitta o'yin o'ynaymiz-a. Agar kimgadir telefon bo'lsa, shunda ovozini chiqarib hammaning oldida gaplashadi. Hech kimni berkitadigan narsasi yo'q, to'g'rimi? To'g'ri, bekitadigan narsamiz yo'q. Balki kerak emasdir. Telefonimni olib ber. Nima berkitadigan nimadir siring bormi bizadan? Yo'q, prosta g'alati-da. Hammasi joyida, zo'r bo'ladi. Dam oling-lu. O'yin buzuqliklarga o'ynaylik. Kimniki bu? Ana o'zlariniki. Onaxon qilyaptilar. Allo, assalomu alaykum, oyi. Bolam, tabriklayman. O'g'illi bo'lding. Papasha bo'ldi, papasha. Farzandli bo'l. Tabriklayman. Rahmat, o'rtoq. Onaxon, bu o'tirishni endi o'g'lingiz to'laydi. Manda, o'rtoq, manda. Bugungi o'tirish manda. Bo'ldi, tabriklaymiz, umr bilan bergan bo'lsin. Ertaga ko'rishamiz. Yaxshi o'tiringlar. Rahmat, o'rtoq. To'xta. Ya, oling. Nima? Qizil libos bor, qizilli. Sertsama yo'q. Ko'tar. Bo'ldi, mana. Alo, jon. Jonim, kelyapsizmi? Alo, 1 soatda kelaman dedingiz-ku. Yo nima, erim qo'yib yubormayaptimi? Alo. Kim bu, biz tanimizmi? Nimaga gapirmayapsiz? O'rtoq, o'zingni bos. Gapir. Hammasini tushuntirib beraman. O'zingni bos. Buni kimligini men bilaman. Men Biz 15 yil davomida bir-birimizni juda ham yaxshi bilamiz deb o'ylar ekanmiz. Aslida esa soxta niqoblarimizni ko'rgan ekanmiz. Do'st deganim dushman bo'lib chiqdi.